Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana ajoyib bo'lgan so'ri karavot tapchalarimiz tayyor bo'ldi. Bu ishimiz zakaz bo'lgan Angranga yig'ma holatda mana ko'rib turganlaringdek. Ishga baho berish sizda, harakat qilish bizda. Ma'qul bo'lsa bitta like bosib obuna bo'lib qo'ysalaring, biz o'ta xursandmiz. Mehnat qilib charchamay ishlayveramiz, xudo xolasa. Mana bu polloqlari, lagalari tayyor bo'lgan. Kecha sepilgan ishlar, mebel svetga sepilgan. Sepilish jarayonlari ham o'ta cho'tki bo'lib sepilgan. Shkulkalarni ham o'tga cho'tkilab, joy-joyiga qo'yib keltirilib qilingan ishlar mana. Shkulkasi yaxshi bo'lmasa, shuni bilib olinglar, mana shunga o'xshab yaltillamaydi ishlar. Shuni bilib olinglar. Shundan bilib olsanglar bo'ladi mana. Ish yaltillamaydi. Shkulkasi cho'tki bo'lmasa, qipqilari ko'rinib tursa, mana orqa ko'rinish mana ko'rib turibsizlar. Qipqi degan narsa yo'q. Ishda olishda, zakaz berishda shularga e'tibor beraverasizlar mana. Kecha sepilgan ishlar mana. Yaltillash effekt o'ta cho'tki turibdi. 2,5 ga 3 bo'lgan bu. Mana lagalar o'rniga oldi qismlariga mana bunday kilaylab qoqilib chiqilgan. Chekkadagi bilan laga 7 ta bo'ladi, 7 ta. Orasi shunda gideti bir 44 lardan tushadi. 44,5 shunaqadan tushadi. Bunda keyin ish o'ta baquvvat va silliq va veshniy bo'lib chiqadi. Uzoq yillar bemalol xizmat qilaveradi. Mana yig'ilatirgan, ya'ni bu ham zakaz, Qo'qonga bo'lgan. Mana 2,5 ga 3 bu ham. Ko'rib turganlaringdek, gulli variantda. O'tgangi videolarda qo'yilganidek, xudo xolasa o'shandan zakaz olingan. Bu komplekt holati, skameykalari ham shu delasi, uni so'rini bozi koronasi bu qilib bir xil qilib qo'yilganda, xullas bir xil qilib qilinganda. Ishlarga baho beraverasizlar. Buni narxini 7 milliondan jinday o'tib qoladi. 40 kilometrgacha dastlabkilar mavjud. Ishlarga baho beraverasizlar. Yig'ilish jarayonlaridamiz. Buni ancha ishi bor hali. Bu delalarning ichlarini shkulga qilib chiqiladi, erinmay. Mana tepa qismlar shkulga qilinadi, ko'rib turganlaringdek. Qo'lda ko'riladi, apparatda ko'riladi. Oyoqlar yong'oqda mana. Materiallar veshniy, xudo xolasa. Ishlar ma'qul bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Savollar, izohlar bo'lsa kommentariyada portlataverasizlar. Xudo xolasa men sizlar bilanman, xudo xolasa. Mochimizga obuna bo'lib qo'ysalaring, kamina o'ta xursandmiz. Hammalarning uylarida tinchlik, xotirjamlik arimasin. Like bosgan, komment yozgan, obuna bo'lgan qo'llaring iloyim bir umr xizmat qilsin iloyim. Nima deymiz? Yaxshi niyat, yaxshi kayf. Shu gaplarim sizlarning kayfiyatlarini ko'tarishga sababchi bo'lsa, shunga ham xursandmiz azizlar. Shunga ham xursandmiz. Bu hali bitgandan keyin bitta obzor qilinadi, xudo xolasa sizlarga taqdim etib qo'yiladi.